Mana hozir shu binoga kiramiz. Hozir mana shu yerdan bizni qo'limizga shunaqa lentichkalar berishdi. Buni qo'limizga taqamiz va oldinga yuramiz. Mana hozir shu kinoteatr, bu kinoteatr ekan. Kirishimizdan oldin hozir bizlarga shu yerni tanishtirishadi. Biroz orqaroq o'tiraman chunki ko'rsatish uchun. Welcome to the summit. Please exit to your right. Biz tekshiruvdan o'tamiz shu yerdan. Hozir tekshiruvdan o'tdik va qarang shu yerdagi o'tadigan joyimiz ham oynadan ekan, hozir shu yerdan o'tamiz. Mana hozir oyog'imizga kiyadigan bakilalarni oldik. Krossovkada bo'lsa ham bakila kiyamiz. Hozir mana shu yerda rasmga tushamiz. Judda ham tekshiruv katta. Xuddi biz kosmik kорабльga o'tirayotgandek tekshiruvdan o'tyapmiz. Men ham hozir rasmga tushaman. Rasmga ham tushdik. Mana endi shu koridor bo'ylab yuramiz. Okey. Hozir koridordan judayam bir aytyapman-ku, bir xuddi kosmik kорабльga chiqayotganga o'xshaymiz. Hozir yana davom etamiz. Hozir esa liftga chiqamiz. Mana bu lift. Mana lift. Bu liftga chiqdik. Bu yerda ham ko'rinar ekan, bu yerda ham ko'rinadi. Hozir ana liftga ketyapmiz hozir. Xuddi raketada o'tirdik, na start vnimaniyada o'tirgandek o'tiramiz. Hozir tepaga chiqamiz. Nechinchi qavatga chiqamiz? Bilmadim nechinchi qavatga chiqamiz. Yoki 73 qavatda ekanmiz. Deyapman-ku, xuddi kosmik kорабль ichida ketyapmiz. Qayerqadir bizni olib ketishyapti. Menimcha hozir yorug'likka chiqamiz. Men o'zim mana ketyapman. Va nihoyat mana shu oyna binoning ichiga chiqdik. Voy, bu yer oyna emas ekan. Men oyna deb o'yladim. Salom. Salom. Qo'lim ko'rindimi? Va yana davom etamiz. Biz hozir 91-qavatdamiz. Va mana shunday qilamiz. Yana tepani ham. Va endi hozir shaharni tomosha qilamiz. Assalomu alaykum azizlarim, yaqinlarim. Mana biz bugun yana bir bahoriy kayfiyatni sizlarga taqdim qilish uchun ko'chasida joylashgan Summit One Buildingga keldik. Bu binoni tarixi juda ham qisqa, ya'ni butun shaharni tomosha qilish mumkin bo'lgan katta bino qurilgan.
Bu binoni qurilishi 2010-yilda boshlangan bo'lsa, 2013-yilda loyihasi tasdiqlangan va shu loyiha asosida 2016-yilda mana shu binoga birinchi fundament qo'yilgan. 2019-yilning sentyabr oyida bu bino foydalanishga topshirilgan, lekin hammangizga ma'lum, shu davrda Covid bo'lgan, kasallik ko'p edi va bu binoni uncha odamlar kirib tomosha qila olishmagan. Mana shu kunda, hozirgi kunda maskalar yechildi va barcha insonlar kelib tomosha qilishi mumkin bo'lgan bino 2020-yil sentyabr oyida boshlandi. Hammangizning e'tiboringizni mana shu oynaga qarashga marhamat qilasizlar. Men ozgina adashyapman, chunki bu binoni balandligi 467 metrni tashkil qiladi. 327 metr balandligi, lekin uni antennasi ham bor ekan. Mana shu hozir qarang, uzoqda ko'rinib turgan bino Empire deb ataladi. Bu shu Amerikadagi, New Yorkdagi eng baland binolardan bittasi. Biz kirgan bino Amerikadagi eng baland binolarning 3-ligiga kiradi. Dunyo bo'yicha esa 30 ta eng baland binolarning biriga kirgan. Hozir bu binoni birgalikda tomosha qilamiz, chunki hamma yog'i oyna va bizni oyoqlarimiz ostida butun New York, Manhattan ko'rinib turibdi. Birgalikda tomosha qilamiz va ko'ramiz. Men o'zim ham juda hayajondaman, chunki bunaqa balandlik hech ham chiqmaganman. Qani ketib ko'ramiz birgalikda. Hozir men sizlar bilan shu oynani atrofini birgalikda aylanib chiqamiz, ko'rib chiqamiz. Mana uzoqdan agar e'tibor bersanglar, suv ko'rinyapti va baland imoratlar va mana shu yerdagi yo'l harakati, ya'ni mashinalarning harakati ham ko'ringan. Va bu binoni bilasizlarmi narxi? Hozir men shu e'tibor berib Google'dan qaradim. 3,5 milliardga tushgan ekan binoni tan narxi. Bu binoni qurilishiga 3,5 milliard mablag' sarflangan. Mana shu hozir men sizlarga ko'rsatib turgan, tepalikdan ko'rsatib turgan ko'chamiz 43 ko'cha. Bu mana shu Manhattandagi eng mashhur ko'chalardan biri, ya'ni Times Square deb aytiladi. Hozir birozdan keyin chiroqlar yonsa, bu yer yana ham chiroyliroq bo'ladi. Mana boyaga aytgan Empire binosi va biz yana u tarafga o'tib tomosha qilamiz. Biz juda ham balandlikda bo'lganimiz uchun e'tibor beringlar. Hozir biz kelayotganda ozgina yomg'ir yog'ayotgan edi, lekin mana shu balandlik va tepalik bo'lgani uchun, mana shu yomg'ir tepadagi havo salqin bo'lgani uchun mana shunaqa qor zarrachalari, ya'ni oynada bo'ladigan qor, nima deymiz, yulduzchalari. Xuddi qor rasmga chizib ketgandek mana shu yomg'ir zarrachalari chiroyli muz zarrachalariga aylangan, chunki biz juda ham balandlikdamiz va mana shu balandlikda yomg'ir mana shunaqa bo'lib oynada chiroyli bo'lib o'z gul rasmlarini chizgan. Va shu uzoqdan e'tibor beringlar, bu Gudson daryosi, Gudson. Qanaqadir muzika yangrayapti, shu aytyapman-ku, xuddi bir fantastikaga o'xshaydi. O'zi kelgan joyimiz ham shunaqaga o'xshaydi. Juda ham tasavvur qilish qiyin, shu insonni shu darajada qo'li mohir gul ekanligiga. Hozir esa mana boshqa bo'limga o'tdik. Mana shu bo'lim. Va ajoyib. Bu meni oyog'im. Hozir boshqa xonaga kiramiz. Mana shu insonlar mana shu bitta qavatdamiz, lekin oynalari shunday qilinganki, xuddi biz mana shu ko'rinib turgan odamlar ham shu mana shu qavatdagi odamlar. Lekin xuddi qavat pastga borib, ko'p qavatdan ko'rinayotganga o'xshaydi. Vaholanki mana shu oynani bir aksi. Lekin tepada boshqa qavat bor, unga chiqamiz hozir. Hozir birgalikda yana ham bir ajoyib xonaga kiramiz. Mana ishchilari manimcha shu uchgan sharlarni qayta xonaga kirishyapti. Salom. Uzr so'rayman, men shunda keldim, chunki bu yerning sharti shunaqa ekan. Ya'ni oyog'ingizda albatta krossovka va shu bo'lish kerak, chunki oynalar
juda ham shaffof tiniq oynalar va pastdagi tepadagi odamlar shu bir-birini ko'ra oladi. Shuning uchun bu yerda hamma shu shim va krossovkada kelgan. Men ham shuning uchun bugun shim kiydim. Keling birgalikda tomosha qilamiz shu shaharlarni. Mana shu shaharlar xonasiga kirdik. Qo'zilladi va hamma o'zini bolalik chog'ini eslab mana shu shaharlarni bir-biriga ochib o'ynashyapti. Shaharlar har xil, katta kichik va mana ular hammasi yuqorida joylashgan. Mana men ham bitta shaharni urib ko'rdim. Balkim hozir yana bittasi tushar. Balkim kelsa. Mana men ham ishlatib mana. Hozir sizlarga ko'rsataman. Mana shu shaharni qanday ishlaganimni. Hasbirimdan to'xtab turasizlar. Mana meni qo'lim va shahar. Mana shunday qilib shaharni o'ynaymiz va albatta bolaligimizni eslaymiz. Hozir shaharning yuqoriga o'tamiz, qarang. Mana ketdi shahar. Bu xonada eng qizig'ini sizlarga aytsam, shu shaharlarni tepaga otasiz va tepadagi birorta shaharni shu shahar bilan birga olib tushasiz. Albatta boya men ozgina otib o'ynab ko'rdim, ya'ni ozgina shu bolalikni his qildim. Menga juda yoqdi bu xona. Boyga aytganimdek juda ham bir fantastik deymizmi, shunaqa xona ekan. Mana kelgan turistlar bo'lsa kerak, bular yotib olib rasmga tushishyapti. Yotib olib mana yotib o'zlarini rasmga olishyapti. Ya'ni tepadan qaraganda shularni akslari ko'rinadi va pastda ham shunaqa ko'rinadi. Qarang, bu meni oynadagi aksim. Mana shu yerdan hozir mana shunaqa turaylik, sizlar bilan ko'rishamiz. Va bu mening qo'lim mana shunaqa. Ko'rdinglarmi? Hozir esa o'zimga qarataman. Mana shunaqa. Va yana qaytamiz orqaga. Ajoyib. Bugun juda ham ajoyib havo bo'ldi-da. Qarang, tepalikka chiqqanimizda ozgina yomg'ir bor edi, lekin hozir shamol turib qorga aylandi. Mana shu tepadan imoratlar ham juda sekin ozgina ko'rinyapti. Lekin biz kayfiyatni tushirmaymiz. Qanday havo bo'lsa ham xursand bo'lamiz va yana davom etamiz. Kutilmaganda havo shunaqa o'zgardi, lekin kelgan odamlar hech qaysi kayfiyatni tushirgani yo'q va biz oynadan yana shu Manhattanni tomosha qilamiz. Qarang, mana asta-sekinlik bilan chiroqlar yoqilyapti. Ya'ni Times Square'da hozir shu chiroqlar yoqilib yana ham chiroyli bo'ladi. Va biz yana tomosha qilishni davom ettiramiz va bu qor ham bizni to'xtata olmaydi, chunki qor oppoq qor. Va shu o'rinda bir qo'shiq meni esimga tushdi. Kechagi kunda shu uchrashuvda Muhabbat Shamoyeva bilan uchrashganimizda ularni juda ham bir chiroyli qo'shiqlari bor. Hozir bahor, lekin baribir biz mana shu qo'shiqni eslaymiz birgalikda. Qor yog'ar, bir ham xush havo. Qor yog'ar, ayni mudom. Kelinglar do'stlar, birga bo'laylik. Qish zavqini birgalikda kuylab ko'raylik. Lekin bu qish fasli tamom bo'ldi va bahor boshlandi. Shuning uchun bahor qo'shiqlari yaxshi. Davom etamiz. Qor ham tugadi va shaharni tepalikdan kechki Manhattanni tomosha qilamiz. Mana Manhattan ham o'z kechki chiroqlarini yoqdi va boyagi qordan asar ham qolmadi. Biz o'zimizcha aytdik. Shu bugun biz keldik, iloyim qor to'xtasin dedik va menimcha shu so'zlarimiz yetib bordi va mana qarang, hozir Manhattanni juda ham go'zal, chiroyli manzarasini ko'ramiz, kechki manzarasini. Ya'ni butun chiroqlar yoqilgan manzarani ko'ramiz birgalikda. Uzoqda turgan Empire va osmonga ham e'tibor beringlar, bulutlar tarqab, qorlar to'xtab,
bizga mana shu Manhattanni juda ham katta chiroyli qilib namoyon qildi. Rahmat deymiz shu kunimizga. Hozir mana bino ichidamiz va bu yerdagi chiroqlar hozir asta-sekinlik bilan yoqilyapti. Ya'ni rang-barang chiroqlar. Va bino ichi yana ham chiroyli, yana ham ko'rkam bo'ldi. Ayniqsa mana shu Manhattanni oynadan ko'rinishi va bu chiroqlarning yoqilishi juda ham chiroyli bo'ldi. Qarang. Hozir shu oyna ekan, oynani ustiga chiqaman. Mana bu mani oyog'im. Va mana shu mana. Shu xonada bulutlarning ichida bizni rasmimiz chiqdi. Hozir mana ko'rsataman va bu ham juda ajoyib. Mana siz bulutda chiqdingiz. Qarasizlar Nasibaxon. Mana Nasiba. Mana Nasiba. Mana safarimiz ham tamom bo'ldi. Shu yo'lak bo'yicha hozir tashqariga chiqamiz. Lekin tashqariga chiqish ham navbat bilan menimcha liftda tushamiz. Biz yana liftga chiqdik. Yana shu oynali liftga chiqdik va endi pastga tushamiz. Biz hozir bu 65-66 qavatlarda bo'ldik va bu binoni asosiy qarang, xuddi biz kemada pastga tushyapmiz. Shunaqa tezlikda menimcha tovush eshitilyapti sizlarga ham. Quloqlar ham bitib qoldi. Xuddi samolyotda uchgandek bo'ldi. Mana hozir shu koridor bo'ylab ko'chaga chiqamiz. Magazini bor ekan bularni. Menimcha magazinga kirmasak kerak. Mayli, tezroq chiqib ketamiz. Chunki juda ham kech bo'ldi. Bu qarang, shu magazini. Biz mana tashqariga chiqdik. Azizlarim, bugungi shu sayohatimiz ham nihoyasiga yetdi va o'ylayman bu video sizlarga yoqadi deb. Chunki men o'zim ham hayratdaman. Chunki insonni qo'li va tafakkuri naqadar kuchli. Mana shunaqa binoni qurib, mana shunaqa insonlarni bir chiroyli narsalarni ko'rishga sababchi bo'lgan. Va o'z navbatida biz mana shu binoni qurgan, mana shunaqa go'zallikni bizlarga taqdim etgan barcha insonlarga rahmat deymiz. Bugungi kunimiz uchun ham rahmat deymiz va xayr qolaman.